Bularni katta farzandlari diskinchический tsippa bo'lgan ekan bular. Erta kunda bola endi xavotir olib chaqirishgan bunga, bularda norma chiqdi. O'sha uchun mana katta farzandlariga qarasangiz, mana gapirishni boshlagan yaxshi, lekin harakatlari yo'q, yura olmaydi. Necha yosh? 3ga to'lar ekan уже. Biroz kechroq yotqizganimiz hisobiga ozgina asorati qolgan, gapirishda ozgina orqada qoldi. Unga ko'p lecheniyalar oldik. Biz vrachlar o'rganib qolganmiz, dori bu kapelnitsa, ukol yoki mas. Bu fotolampadan molekula tushib teriga o'sha nepryamoy yomon bilirubinni yaxshi bilirubinga o'tkazishga yordam beradi. O'sha uchun keyin bolaga yordam berib, sekin-sekin oqarishni boshlaydi. Hozir stepeniga qarab, biz hozir qarang, bunda yuzida, qornida, oyoqchalarigacha bor. Shuning uchun mana уже 200 dan baland. Shunga qarab, necha kun qanaqa lampa qo'yishni men sizga hozir tavsiya beraman.